أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم An'am suresi 4. Nahayeti şefqatlik, tolumu mehriban Allah'ның ismi bilan başlayman. Ey Peygamber! İbrahim aleyhisselamның atısı Azir bilan ip bağan münazirasini əslagin. Öz vaqtida İbrahim atısıga sen Allah'ni qoyup butlarni ilah qilib olamsan. Shaksizki men seni ve qavmingni haqiqatdan tamamen yiroq bo'lgan ochiq bir ozg'unlikni ko'ryapman degan edi. Biz İbrahimni haq diniga hidoyat qilgandek, uning iymoni texmo kuchli bo'lsin deb biz uningga osmonlardagi va zimindagi buyuk saltanatimizning va cheksiz qudratimizning dalillarini ko'rsatdik. İbrahim kechining qorong'ulig'i bosgan chaqda o'z qavmining ochiq ozg'unlikda ekanligini ularga dalillab berish uchun ular bilan munoziralashga boshladi. Onun qavmi yo'lduzlarga cho'qinatdi. İbrahim qavmini yo'lduzga cho'qinishdan ixtiyoriy holda voz kechtirib, tavhid aqidasiga keltirish niyati bilan bir yo'lduzga qarab, "Bu mening Rabbimdir" dedi. Ondan yo'lduz petib ketib edi, "Men petib ketguchilarni yoqtirmayman" dedi. İbrahim oyning tuqqanligini ko'rib, qavmini aqidasidan ixtiyoriy holda voz kechtirish niyati bilan ularga "Bu mening Rabbimdir" dedi. Ondan oy petib ketib edi, agar Rabbim meni tavhid aqidasiga muvaffaq qilmagan bo'lsa, men albatta saxti ilohlarga cho'qinadigan ozg'un qavmning qatorida bo'lib qoladi ekanman dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib qavmiga "Bu mening Rabbimdir. Chunki bu yulduz va oydan cho'ng ekan" dedi. Quyosh petib ketib edi, u qavmiga aytdiki: "Ey qavmim, men sizlar Allohga sherik keltirib cho'qinayotgan yulduz, but qatorliq narsalardan albatta yiroqman. Shaksizki men sherik aqidasidan yiroq turib, tavhid aqidasini tanlab, osmonlarni va zaminni yaratgan zotga butun vujudim bilan yuzlandim. Men Allohga sherik keltirguchilarning qatoridan emasman." İbrahimning qavmi uning tavhid aqidasi ustida uning bilan munoziralashdi. İbrahim aytdiki: "Alloh meni tavhid aqidasiga hidoyat qilgan tursa, sizlar men bilan ibodatni Allohning o'ziga qiladigan aqidam haqida munoziralashamsizlar. Men sizlarning ilohlarimiz seni jazolaydi degan tahdidlaringlardan qo'rqib qolmayman. Chunki u narsalar menga qilji ziyon zahmat yetkazolmaydi. Faqat Rabbimning iroda qilganila buningdan mustasno. Rabbimning ilmi hamma narsani o'z ichiga olgan. Sizlar buni o'ylab ko'rmamsizlar. Allohning ibodat qilinishga to'liq haqli yagona ma'bud ekanligini tushunmamsizlar. Sizlar o'zinglarni va hech qanday asossiz holda cho'qinayotgan ashu butlaringlarni yaratgan Allohdan qo'rqmagan tursanglar, men sizlarning butlaringlardan qandoq qo'rqaman? Agar bilsanglar aytib beqinglarchi. Mushriklar bilan mu'minlardan iborat bu ikki firqaning qaysi Allohning azobidan amin bo'lishga tegishlik? Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan, iymoniga hech qanday mushriklikni aralashtirmagan odamlar bor-ku, azobdan amin bo'lish ana shularga xosdir. Ular to'g'ri yo'lga muvaffaq qilinuvchilardir. İbrahim öz qavmini mat qilib qo'ygan ashu dalil paketlar biz İbrahimga qavmini qoyil qilsin deb ato qilgan dalillarimizdir. Bandalarimizning ichidan biz xohlagan odamni dunyo va oxiratda bir qancha daraja ko'taramiz. Shaksizki Rabbing bandalarining ishlarini bartaraf qilishda haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir. Ularning ahvolini to'liq bilib turguchidir. Biz İbrahimga Ishoqni o'g'il qilib berdik, Yaqubni navr qilib berdik. Ularning har birini to'g'ri yo'lga yetakladik. Ulardan ilgari Nuhni to'g'ri yo'lga yetaklagan edik. Nuhning naslidan kelgan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun qatorliqlarni to'g'ri yo'lga yetakladik. Ashu payg'ambarlarni mukofotlagandek, yaxshi ish qiluvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, Isa va İlyas qatorliq payg'ambarlarni to'g'ri yo'lga yetakladik. Ashu payg'ambarlarning hammasi yaxshi zotlarning qatoridandir. İsmail, Al-Yasa, Yunus ve Lut qatorliq payg'ambarlarni to'g'ri yo'lga yetakladik. Ashu payg'ambarlarning hammasini o'z zamonasidagi jahon ahlidan ustun qildik. Ashularning ota-bobolaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan biz hidoyat qilishni xohlagan kishilarni hidoyat qildik. Ularni kishilarga dinimizni yetkazish uchun payg'ambar qilib tanladik. Ularni hech qanday qing'irliqi bo'lmagan to'g'ri yo'lga yetakladik. U bo'lsa-mu Allohning bir ekanligiga e'tiqod qiladigan haqdindir. Ana shu Allohning hidoyati bo'lib, Alloh bandalaridan xohlagan kishilarni uning bilan to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Navoda ashu payg'ambarlar Allohga sherik keltirgan bo'lsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Chunki Alloh mushriklarning amalini qabul qilmaydi.
Ana shu payg'ambarlar biz hidoyat qilgan va payg'ambarlik ato qilgan kishilar bo'lib, biz ularga Tavrat, Zabur, Injil qatorliq samoviy kitoblarni ato qildik. Ularga shu kitoblarni tushunish iqtidori ato qildik. Ularni vahyimizni yetkazishga tanladik. Ey payg'ambar, sening qavming ichidagi kofirlar bu Qur'onning oyatlarini inkor qilgan bo'lsa, muhojirlar, ansorlar va to qiyomatgacha ularga ergashganlardan iborat boshqa qavmlarni iymonga hidoyat qildik. Ular haq dinni inkor qilmaydi, ular haqiqiy mu'minlardir. Ana shu payg'ambarlar Alloh haq dinga yetaklagan kishilardir. Ey payg'ambar, sen ularning yo'liga ergashgin. Mushriklarga aytqinki, men islomni yetkazganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Chunki mening ajrimni Alloh o'zi beradi. Islom dini butkul insoniyatga kelgan va ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan, sizlarni va sizlarga o'xshash ozg'unlikqa botganlarni yomon oqibatdan ogohlantiradigan birdan-bir haq dindir. Ashu mushriklar Allohni o'z loyiqida ulug'lamadi. Chunki ular Allohning insonlardan tanlab chiqarilgan payg'ambarlarga vahiy qilganligini inkor qildi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, agar ish sizlar yomon gumon qilgandek bo'ladigan bo'lsa, Musa kelgan va kishilarga nur ham hidoyat bo'lgan kitobni kim nozil qildi? Ey Yahudilar, sizlarga Musa alayhissalom Allohdan kelgan Tavratni parcha-parcha qog'ozlarga ko'chirib, xoliqininglarni oshkorlab, ko'p qismini yushirdinglar. Xususan Muhammad alayhissalomning sifatlarini va uning haq payg'ambar ekanligini yushirdinglar. Ey arablar, Allah sizlarga Qur'on orqali sizlardan ilgari o'tgan qavmlarning, sizlardan keyin keladiganlarning va sizlar o'lgandan keyin bo'ladigan ishlarning xabarlarini, shundaqla o'zinglar va ota-buvinglar bilmagan narsalarni o'rgatdi. Ey payg'ambar, u kitobni Alloh nozil qildi degin. Ondan ularni qo'yib turg'in. Ular yolg'on so'zlarni qilib, o'z ozg'unligida o'ynab yursin. Ey payg'ambar, bu Qur'on Alloh senga nozil qilgan nihoyat foydali kitobdir. Bu Qur'onni sening Makka aholisini va uning atrofidagilarni Allohning azobidan ogohlantirishing uchun nozil qildik. Qur'on o'zidan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarning haq ekanligini va hammasining Alloh tarafidan nozil qilinganligini e'tirof qiluvchi muborak kitobdir. Oxirat hayotiga ishonadigan kishilar Qur'onning Allohning so'zi ekanligiga iymon etadi. Namozlarini o'z vaqtida mukammal ado qiladi. Alloh nomidan yolg'onni to'qib, Allah insonlardan hech kimga vahiy qilmagan degan yoki o'zga hech narsa vahiy qilinmagan turuqliq menga vahiy qilindi degan va yoki Alloh nozil qilgan Qur'onning o'qishini men tushiralayman degan odamdan muzolim odam bormi? Ey payg'ambar, agar sen bu zolimlarni sakratga tushgan vaqtida bir ko'rsang, ajoyib qo'rqinchli ahvolni ko'rgan bo'larding. O chaqda farishtalar qo'llarini so'zib ularga jininglarni chiqaringlar. Sizlar Alloh to'g'risida noto'g'ri so'zlarni qilganliginglar va uning oyatlarini ko'zga ilmagan payg'ambarga agishdan bosh tortganliginglar uchun bugun xorlig'uchi azob bilan jazolansizlar deydi. Sizlar bizning dargohimizga biz ato qilgan mol dunyoni orqanglarda qoldirib, biz sizlarni dunyoda dastlabda yaratgan chog'dagideklar tanho kelibsizlar. Sizlar o'zinglarcha Allohning sheriklari deb atib olgan shafoatchilaringlarni bu yerda sizlar bilan birga ko'rmayotimiz-ku. Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat allaqachon uzildi. Sizlar shafoatchilarimiz deb gumon qilgan ma'budlaringlar allaqachon sizlarning ko'zinglardan g'oyib bo'ldi. Shuning bilan sizlarning o'zini, oilasini va pul-milini ziyonga uchirtib, vayron qilayotgan kishilar ekanliginglar ayon bo'ldi. Shaksizki, Alloh donni yerib, uningdan ziroatni undirguchidir. Urug'ni yerib, uningdan dal-daraxtlarni chiqarguchidir. Tirikni o'likdan va o'likni tirikdan chiqarguchidir. Bularning hammasini qilguchi faqat Allohdir. Allohning hech qanday sheriki yo'qdir. Ibodat qilinishga tamoman haqliqdir. Ahvol shundoq tursa, sizlar qandoqlarcha haqiqatdan burilib ketib, Allohga qo'shib saxta ma'budlarga cho'qinisizlar. Alloh subhining yo'riqligini kechining qorong'uligidan yerib chiqargan. Kechini kunduzning horg'inligini chiqarish uchun orom elish vaqti qilgan. Quyosh bilan oyni o'z orbitasida muayyan qonuniyat bo'yicha muntazam aylanib turadigan qilgan zotdir. Ana shular podshohligida yegona, hammaga g'olib, bandalarining manfaatiga munosib keladigan ishlarni obdan bilguchi Allohning o'rinlashtirishidir. Ey insonlar, Alloh quruqliq va dengizning qorong'uliqlarida yo'linglardan ezib ketib, gangirab qolgan chig'inglarda sizlarning yo'llarni tepib olishinglar uchun sizlarga yo'l-tuzlarni yaratib bergan zotdir. Allohni va uning qonuniyatlarini biladigan ilm ahlilarini tafakkur qilsin deb bu dalil paketlarni ana shundoq bayon qildik. Ey insonlar,
Allah sizlarni yaratishni Odam alayhissalomdan boshlagan zotdir. Chunki Allah Odam alayhissalomni tuproqdan yaratdi. Ondan sizlarni uning naslidan borliqqa keltirdi. Sizlarga onanglarning bol yotqusini qarorgoh qilib berdi. Otanglarning pushtini saqlaydigan o'rin qilib berdi. Dalil paketlarimizni tushunadigan, ibrat ilishni biladigan qavm uchun biz dalil paketlarimizni haqiqatan ochiq va tafsili bayon qildik.